Al-Qobid. Al-Qobid ismi ruhlarni qabz qiluvchi, xohlagan kishisining rizqini qabz qiluvchi, qalblarni qabz qiluvchi degan ma'nolarni anglatadi. Allohning ushbu ismi sahih hadislarda kelgan, ammo Qur'oni Karimda zikr qilinmagan. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh narx belgilovchi, ruhlarni qabz qiluvchi, ruhlarni kenglikka qo'yib yuboruvchi va rizq beruvchidir. Men har bir kishi qon va mol xususida zulm bilan talab etmagan holda Allohga yo'liqadi deb umid qilaman deganlar. Abu Dovud va Termiziy rivoyatlari. Al-Qobid ismi Al-Basit ismining aksidir. Al-Qobid ruhlarni qabz qiluvchi degan ma'nodadir. Qabz deb qo'lni to'ldirib, hovuchlab olingan narsani aytiladi. Al-Basit esa ruhlarni kenglikka qo'yib yuboruvchi degan ma'nodadir. Xulosa shuki, Alloh taolo dunyoda bir insonga ikrom ko'rsatsa, uni va boshqalarni hijoatlantirish uchun ikrom qilgan bo'ladi. Agar u zot bir insonni jazolasa, uni va boshqalarni jilovlash uchun jazolagan bo'ladi.